Bugungi kunda ta'lim muassasalarida xavfsizlikni ta'minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki maktab va boshqa ta'lim muassasalari kelajak avlod tarbiyalanayotgan yurtning ertangi kuni shakllanayotgan maskanlar hisoblanadi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan lavhada shu mavzuda so'z boradi. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida xavfsizlikni ta'minlash masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki maktab va boshqa ta'lim muassasalari kelajak avlod tarbiyalanayotgan, yurtning ertangi kuni shakllanayotgan maskanlar hisoblanadi. Ushbu maskanlarda tinchlik, osoyishtalik va xavfsiz muhitni ta'minlash esa har bir mas'ul xizmat va xodim zimmasiga katta vazifalar yuklaydi. Shu bois ta'lim muassasalari hamda boshqa ijtimoiy obyektlarda xizmat olib borayotgan xodimlarning bilim va ko'nikmalarini muntazam oshirib borish, ularni turli favqulodda holatlarda to'g'ri harakat qilishga tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Ayni shu maqsadda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan ijtimoiy obyektlarda xizmat olib borayotgan idoraviy qorovullik bo'linmalari xodimlari uchun o'quv-amaliy seminar mashg'uloti o'tkazildi. Mazkur seminar davomida xodimlarga xizmatni to'g'ri tashkil etish va xizmat o'tash tartibi bo'yicha o'quv nazariy ta'lim berildi. Shuningdek, xizmat jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarli holatlarda zudlik bilan harakat qilish, tashvish tugmalari va qo'riqlash signalizatsiya vositalaridan to'g'ri foydalanish tartibi yuzasidan tushuntirishlar olib borildi. Bundan tashqari, hozirgi kunda obyektlarda foydalanilayotgan kuzatuv kameralari hamda signalizatsiya vositalarining texnik holati bo'yicha soha mutaxassislari tomonidan batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Shu bilan birga xizmat davomida qo'riqlanayotgan obyektlarning kirish-chiqish joylari sergaklik bilan nazorat qilish zarurligi bo'yicha ham tegishli tushuntirish va tavsiyalar berildi.